malikasi o'yinga chaqirdim. Qora tuynuk nima degani? O'yin. Yo'q. Faqatgina yutgan komanda yorug'likka chiqadi. Ana endi bu yorug'likka chiqarish uchun har bitta komandani yo'l boshchi bo'lish kerak. Demak, bu sardor deyiladi. Bu yerda 8 ta komandaga birinchi boradigan shart yozilgan. Demak, bugungi o'yinda nafaqat bilim, chaqqonlik, zireylik, ba'zi paytda ayyorlik ham ishlatish kerak bo'ladi. Demak, birinchi qora tuynukdan chiqadigan komanda birinchi vazifani to'liq bajargan bo'lsa-da, lekin uning ichidagi ballar ham hisoblanadi. Demak, landi o'yin qidirib toping komandangizni qidirib toping. Toping.